Aktrisa, model hamda instabloger Durdona Qurbonovaning ijtimoiy tarmoqlarda hech kim ko'rmagan videolari hamda suratlari tarqalib ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou biznes olamidagi eng tezkor yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Durdona Qurbonovaning shaxsiy rasmlari tarqalib ketdi hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Unda aktrisa Durdona Qurbonova ko'mib qo'yilganini ko'rishingiz mumkin. Durdona Qurbonovani tokurda hamda uni ko'mib qo'yishdi. Bu haqda uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida aytib o'tgan. Meni hozir tokurda ko'mib qo'yishadi mana shu chuqurlikka. Aktrisalik ham oson kasb emas, albatta. O'zining mashaqqatlari bor. Syomkada hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin qiyin bo'ldi albatta, deya yozib qoldirgan Durdona Qurbonova.